alaykum barchaga. Boshlangan kuningiz xayrli va barakatli o'tsin. Bugun haftaning juma kuni biz ishlarni boshlab olganmiz. Navbatdagi mijozimiz bizni Samarqand viloyati, Samarqand shahridan aloqaga chiqdilar. Onlayn buyurtma berdilar. Biz esa kompyuterlarini soz holatda tayyor qilib terib beramiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Mijozimiz boshlang'ich grafik dizayn sohasida o'rganyapti ekanlar. Eng birinchi o'rinda shunaqangi kovrik tavsiya qildik. Bunda ham klaviatura mishka turadi, ham orada kodlari bor. Ishlatayotgan dasturlarda qaysi amallar, qaysi klaviaturalar, qaysi amallarni bajarishi yozib o'tilgan. Xo'p, keysimiz qora degandilar, oq keysimiz tavsiya qiluvdik, ma'qul keldi. Avatech brendidan. Xo'p, oldida 3 ta kullari hamda orqada bir dona yana bitta kullari bor. Xo'p, navbatdagi mahsulotimiz monitorimiz Rules brendidan 27 dyumli tekis hisoblanadi. Flat 120 Hz HDMI hamda display porti ham mavjud bo'lishi kerak. IPS monitor. Blok pitaniyaga keladigan bo'lsak, Handkey brendidan 600 wattli blok pitaniya tanlab oldik. Plataga Asus brendidan Prime H610 platamiz DDR4 hisoblanadi. Lexar brendidan operativkamiz 16 operativga 3200. Hozirgi kunda juda ham qimmat bo'lib ketgan. Bir oz avvalroq xarid qilganimizdan bor edi. Narxlarini kelishtirib hamyonbop narxda taklif qildik mijozimizga. Xo'p, toshimiz Intel Core i5 14400F protsessori. Doimiy xotiraga keladigan bo'lsak, keyinchalik 1 terabaytlik qo'yiladigan bo'ldi. Hozircha C hamda D qilib ishlatib turgani Unibit brendidan 512 GB SSD ni taklif qildik. Xo'p, qo'shimcha ravishda simsiz Bluetooth hamda TP-Link brendidan shunaqangi Wi-Fi adapterimiz bemalol Wi-Fi ga simsiz ulanadi. Video kartaga Paladin brendidan GTX 1660 Super 6 GB hamda toshimizni sovutib bergani PC Cooler brendidan shunaqangi Kator RGB li kullerni tavsiya qildik. Naushnikimiz shunaqangi simlidan. Klaviatura mishkamizga bo'lsa Avatech brendidan 2810 mishkalari X7 bo'ladi. Shu klaviatura mishkani tavsiya qildik. Tayyor bo'lish jarayonlarini ham video davomida ko'rishingiz mumkin. Xo'p, birinchi o'rinda keysimizni yon qismini ochib olamiz. Orqa qismini ham ochib olamiz. Birinchi o'rinda keyin blok pitaniyamiz Handkey brendidan 600 wattli ko'rishingiz mumkin. Handkey brendidan. Bloklarimizni o'rniga qatirib oldik Handkey brendidan. Xo'p, endi ikkinchi bo'lib platamizni ochib olamiz. Platamiz Asus brendidan 610 modeli. O'zining ichidan shunaqangi shleflari ham chiqadi. Biz hali Winchester qo'ymaymiz, shuning uchun shlefini olmaymiz. Endi qo'shimchasiga Lexardan 16 GB ko'rinyaptimi? Lexardan 16 GB operativkamiz.
toshimiz Intel Core i5 Intel Core i5 14-avlod. Rang quygan diye, shuning uchun qo'limiz biroz qora, e'tibor bermaysizlar. Doimiy xotiraga shunaqangi 512 GB li M2 NVMe qo'yamiz. Hop, endi kublerni qo'yamiz. Undan oldin M2'mizni qo'yib olamiz. Ko'rishlari mumkin. Kublerimiz AMD hamda Intel soketlar uchun mo'ljallangan. Biz hozir Intel prosessorini qo'yapmiz. Shu holatda moslab olamiz hamda orqa qismi plataga yopishtirish uchun qatirgunimizgacha shunaqangi kilaylar bor. O'rnatib oldik. Xo'p, o'zini termopastasidan foydalanamiz. Prosessorimiz ustiga bir tekisda surib chiqamiz. Xo'p, endi şu kısmını şuraya taşıyamız. Xo'p, endi video kartamizni ochamiz. GTX 1660 Super 6 GB li. Ko'rishadi. Mümkün. Xo'p, kabellarimizni ham tortib oldik. Bu tarafiga blok pitaniyani ham qo'yib oldik. Ko'rishlaringiz mumkin. Ko'rinayotgan bo'lsa. Xo'p, ko'rishlaringiz mumkin. Kabellarni ham chiroyli qilib o'tkazdik. Kompyuterimizni sekin yig'ish jarayonlari. Klaviaturalarni ochib oldik. Afotech brendidan 28
10 modeli shunaqangi игровой hisoblanadi yoki shunaqangi klassika ko'rinishidagi klavishlarni qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Sekin yoqamiz. Xo'p, kompyuterimizni deyarli yig'ib oldik. Endi bir qator yoqib ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin. Rose brendidan hali dasturlari bosilmagan. Xo'p, to'liq yonish davomida bir qator o'chib, yana qaytadan yonadi va ekranga beradi. Hozir biz endi bu kompyuterimizga Windows 10 dasturini yuklab, qo'shimcha programmalarni ham uстановка qilib beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Klaviatura kovriklari bilan nihoyat kompyuterimiz tayyor bo'ldi. Zborkalarni qilib, chiroyli holatda dasturlarigacha o'rnatib qo'ydik. Ushbu kompyuterimizni Samarqand viloyati, Samarqand shahridan Anvar aka ismli akamiz xarid qildilar. Xudo xolasa qo'llariga BTS pochta orqali jo'natib topshiramiz. Kimga yana shunaqangi hamyonbop sifatli mahsulotlar, printerlar, kreslolar, notebooklar kerak bo'lsa, bemalol Hilol Tech'ga murojaat qilaverasizlar. Hamma yo'g'imiz bor. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz kelishilgan holatda. Xo'p, do'konimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidagi 2-sonli maktab yonida joylashgan. Shu maktabda peshoboddan o'tishingizga 10 qo'lda. Kompyuterimiz soz holatga keldi. Endi chiroyli qilib egalariga topshiramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Like bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz, xursand bo'lamiz. Barchaga kattakon rahmat.